inson singari hayvonlar ham qonun tomonidan himoya qilingan desam ajablanmaysiz-a? Hayvonlar faqat jonivor yoki tajriba quyonchasi emas, ular ham biz kabi hayot egasi. Uy hayvonlari, yovvoyi tabiat, sirk, hattoki laboratoriya hayvonlarini ham qonuniy jihatdan himoya qiladigan maydon mavjud. Animal Legal Defense Fund 1979-yilda hayvon manfaatlarini ilgari surgan ilk tashkilot sifatida dunyoga mashhur. Shveysariyada esa hatto sud jarayonlarida hayvonlar nomidan gapiradigan rasmiy advokat ham bo'lgan. Bu shaxs Antoine Götschel, hayvonlarning huquqiy ovozi. 2007-2010 yillar davomida Shveysariyadagi hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik ishlarida ularning manfaatini himoya qilishni hukumat Götschelga ishonib topshirgan. Hayvonlar inson zulmidan ko'ra mehriga muhtoj. Ularning ovozi bo'lishi esa bizning qo'llarimizda. Hayvon huquqlari haqida o'zbekcha Wikipediyada o'qing.